Anton Chexov Kashtanka. Mashhur yuz yozuvchisi Anton Chexovning asarlari nafaqat kattalar, balki kitobxonlarning ham sevimli kitobiga aylangan. Ayniqsa Kashtanka nomli hikoya qahramoni Kashtanka laqabli it orqali o'quvchi ozodlik va hurlik, har qanday shohona turmushdan afzalligini tushunib yetadi. Qolaversa, har qanday tirik jonning hayotida u inson yoki it bo'lsin, sadoqat, vafo tuyg'ularining muhim ahamiyat kasb etishiga amin bo'ladi. Shuningdek, ushbu kitobda muallifning boshqa hikoyalari ham o'rin olganki, yosh kitobxonlarimizni aslo zeriktirmaydi.